Cobalt avtomobili. Bunga ayrim qulayliklar o'rnatilgan. Malibu 2 rol 725 Pioneer magnitofoni. Akamiz monitordan ko'ra ovoz sifatini ma'qul ko'rishibdi, Pioneer o'rnatishibdi. Xo'p. Bunda endi bo'layotgan muammo, zamonga kalit solib buraymiz. Bezvuk salon, powerot yoqamiz. Powerot ovozi bor. Bunga magnitofon qo'ygan ustalarimiz bunaqangi relay qo'yib yechim qilib berishibdi. Bu albatta yaxshi, lekin buni hozir biz yechib bu yoqqa oldik. Ichkarida turganda bu ovoz deyarli eshitilmayotgan edi. Powerot ovozi bor, lekin salonda ovozi yo'q. Endi bunga biz yechim qilib, Pioneerga kam blok uстановка qilib beramiz. Bu monitorga qo'yiladigan kam blok. Shuni Xudo xolasa YouTube'ga ham chiroyli video qilib joylaymiz. Qo'ygandan keyin bitta ovozni eshitib ko'ramiz. Kam blogimizni ulab oldik. Eshitishlar mumkin. Ovoz chiqyapti. Powerot ovozi. O'zini radnoy bilan biriga biri. Mana shu holatda ikkita chap tomondaymiz kolonkanisini qoldirilgan. Qolgan hammasi olib tashaldi. O'ng tomondan pastdagisi minus, bu pastiyani minus qilib oldim. Mana ko'rishlar mumkin. Pastiyani minus. Keyingisi sariq, bu pastiyani plus bu. Keyingisi sariqda yonidagi yashilamiz, mana kanshinaga ulanadi, kanshina. Keyingisi qizilimiz magnitofonga o'sha kan orqali asosiy tok chiqarib beradi, mana qizil ulandi. Magnitofonimiz o'chgan yo'q. Eshikni ochamiz. Magnitofon o'chdi. Xudo xolasa kimga Pioneer qo'yganda salonda ovozi, powerot ovozi yo'qolib qolgan bo'lsa, kam blok yordamida ovoz chiqartirib olishlar mumkin. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, Cobalt haydaydigan Pioneer 725 umuman Pioneer magnitofonni ishqibozlarga jo'natib qo'yasizlar. Cobaltchilar qo'llab-quvvatlab turasizlar, sog' bo'lasizlar. Hamkasblar, Xudo xolasa bir-birimizga maslahat berishda to'xtamaymiz. Biz birlashsak, yengilmas kuch bo'lamiz, sog' bo'lasizlar.